Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-avgust, yakshanba 2026-yil. Mana Boboshbek bozoridagi kiyim-kechaklar narxi bilan tanishamiz. Ayol qizlar uchun kiyimlar optimga ham sotiladi, pachkaga ham sotiladi, donaga ham sotiladi. Faqat naqd pulga sotiladi xolos. Hali qarzga yoki bo'lib to'lashga sotilmaydi. Xo'p, narxi necha pul aka buni? Birinchi pachka narxini aytaverasiz. Mana shular doing material. Qayerdan qayergacha narxi bir xil. Mana shu birinchidan mana shu yergacha. Xo'p, 38 mingdan pachkalar. qaranglar, mana 38 ming so'mlik kiyim mana. Birinchidan mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu joygacha mana. Mana shu joygacha narxi bir xil 38 ming so'm pachka narxi. Razmeri qanaqa buni? Razmeri bular standart, belidan katta kichik bo'laveradi. Razmer standart ekan, taxminan nechidan nechagacha tushishi mumkin? Taxminan 48-54 gacha tushaveradi. 48 dan 54 gacha tushaveradi. Endi shuni tanlab yurib donaga olmoqchiman desa necha pul bo'ladi? Donaga 45 ming. Donaga 45 ming so'mdan ekan. Mana shu birinchidan o'sha arabika deb qo'yadi, mana shu joygacha. Pastda mana rasvetkalari bor. Endi mana bu joyda mana zamokli Mana shu uchala zamoklisi razmeri 56 dan 58 gacha, katta razmer. ha. Bular materiali hibi. Xo'p. Xo'p, bularda pachkaga 60 beryapmiz. Pachkaga 60 ming so'm. Donaga? Donaga 65 ming. Donaga 65 ming so'm ekan. Katta velikan razmer. Razmerlari katta-katta ekan. Velikan razmer deyishyapti-yu mana. Bular necha pul endi aka bular? Mana shulardir. Juda arzon shekliga shular. Bular hibi. Ha. Xo'p, bular rasvetkasini ochilgan bir 15 xil rasvetkasi bor, hozir 4 xil ochilgan. Narxi 55 ming pachkaga. Bularda narxi mana 4 xil ekan, 55 ming so'm pachka narxi ekan. Dona narxi necha pul? Donaga 60 ming. 60 ming so'm dona narxi ekan. Rasvetkalari ko'p. Rasvetkalari ko'p deyapti-yu mana. Necha xil nima razmeri dedingiz buni? Razmer 50 dan 56 ga. 50 dan 56 gacha razmer ekan. Bo'laveradimi? Videoga like bosib qo'yasizlar hozirdan. Bular necha pul endi aka mana? Leonmi bu? Bular Leon, mana shu yerdan mana shu yergacha mana. Leona hammasi. Yo'q, mana bular Selen, mana shu bitta Leon. Bitta mana shuni o'zi Leon materiali ekan. Necha pul bu? U ham bir xil hammasi mana shu yergacha. Xo'p, 35 ming. Bular Selen shtampilar. Selen. Mana Leon ham, Selen shtampillar ham 35 ming so'm ekan pachka narxiga. Dona narxiga necha pul? 40 ming. Donaga 40 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 91lik 057 057 26 21. 26-21 ga telefon qilaverasizlar. Kunduzi telefon qilinglar keyin. Mana donaga ham, optimga ham, abyomga ham, zakazga ham chiqib qo'yishaveradi. Telefon qilaverasizlar.